Har bir kishi tarovehning savobidan mahrum bo'lib qolmaslik uchun uni masjidda o'qishdan qolmasin. Agar tarovehni imom bilan boshlagan bo'lsa, to imom vitrni o'qib tugatmagunicha ketib qolmasin. Chunki imomi bilan tarovehning oxirigacha birga bo'lgan kishi kechaning hammasida namoz o'qiganlik ajriga ega bo'ladi. Payg'ambar sollallohu alayhi va sallam kimki Ramazonda imomi tugatgunicha u bilan birga namoz o'qisa, unga kechaning hammasida namoz o'qiganining savobi yoziladi dedilar. Ayollar fitnadan omon bo'lishsa, taroveh namozini o'qish uchun masjidlarga kelishlari joizdir. Payg'ambar sollallohu alayhi va sallam aytganlar: Allohning ayol bandalarini Allohning masjidlaridan to'smanglar. Chunki bu salaf solih radhiyallohu anhumning amallaridandir. Lekin ayollar hijobda avratlarini berkitib, xushbo'ylanmagan, tovushlarni ko'tarmagan va ziynatlarini ko'rsatmagan holda kelishlari shart.